Qiyomat maydonidagi odamlarning holatlari. Surt cholindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorning huzurida qoyim bo'ladi. Bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil. Mo'minlar soya salqinda turadi. Yo Rahmonning arshining soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. Qiyomatning bir kuni 50 milga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka tushib bo'lgan. Badanidan ter chiqadi. Kim to'pig'igacha terga botib turadi. Kim tizzasigacha, kim beligacha, kim bo'g'zigacha, kim botib turadi terisiga. 50 mil. Mo'minlarga 50 mil peshin bilan asr o'rtasidagi vaqtcha. Demak, bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Yuztuban hollarida jahannam tomonga sudraladigan kimsalar, ana o'shalar eng ahvoli yomon va butunlay yo'ldan ozgan kimsalardir. Boshqa bir kofir toifalar bor. Ular butun haloyining oldida sharmanda bo'ladi. Birodalar, bu sharmanda bo'lmaydi. Onasining oldida sharmanda bo'ladi. Otasining oldida sharmanda bo'ladi. Do'stlarining oldida sharmanda bo'ladi. Maloikalarning oldida sharmanda bo'ladi. Eng yomon sharmandalik Alloh azza va jallaning huzurida sharmanda bo'ladi. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mo'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bir kun qaytib boramiz o'sha. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga kirishlikka tayyorlanib turibdi, shod g'urram, ikkinchisi jahannamga kirishlikka tayyorlanib turibdi. Xavotirda, afsus, nadomatda. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa to'p holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo'q, haydaladi. Yur deydilar. Falonchi bor edi, yo'q, yur deydi. To qachon ular darvozalar ochilgan holdagi jannatga yetib ketganlarida sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga mangu qolguvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behod shodlar. Alloh ana shu shodlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin.